Senga bitta maslahat, Real bilan o'ynashma, futboldagi eng kuchli klub. Ishqi bugun Barsa g'alaba qozonsin-da. Bo'lmasa Realchilar kommentariyadan yondirib gap bermaydi. Barsachilar, ichinglarda shuncha gaplar bor ekan, betimizga aytmaysizlarmi? Aytganda sizlar orqadan gaplar o'rganib qo'ygansizlar. Barsachi, Wi-Fi'ni kodi nechi? 15 hakam. Unaqa Wi-Fi yo'q-ku. Sizlarga mo'jizaki, 15 ta kubiklar maqtanasizlar. Hakamsiz bir tengsizlar. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Yaxshi qilyapman. Sizlarni biz Realchilar uxlatib qo'ymasa, kechpa o'yindan keyin uxlolmaysizlar, o'zinglar. To'g'rimi? Barsachi, bugun nechta taktikada o'ynaysizlar? Tur 3-3. Tur 3-3. Sizlar taktikada qo'rqib ketasizlar-ku. O'yin boshlasa nima qilasizlar? Nima gap, Realchi? Oppo, bivadichani bosib oldim. Ay, Realchilarga shunaqa chotki mashinalar yarashadi-da. Menga qara, qaysi pulingga olding? Qayerdan olding? Shu o'zimiz bivadi Anjan avtosalonidan oldim. Trening xizmati bor ekan bularda. O'zim mashinani berdim, bozordan ko'ra 3 million so'm qimmatga olib olishdi. Bivadicha bosib oldim. Qani? Hop, Barsachilarga ham zaryadkasi uzoqqa yetsa bitta qilib ber. Zaryad o'ta uzoqqa yetadi. Nimaga? Bugungi o'yindan keyin uzoq joylarga ketishaverar ekan. Menga qara, Barsachi, monondan yasaylikmi yo monondanmi? Nimani yasaysiz? Kubiydi. Sizlar qiynalib ketdinglar, ololmasa o'zimiz yasab beraylik. Senga bitta maslahat, Real bilan o'ynashma, futboldagi eng kuchli. Realchilar hayron bo'lmanglar. Bu qo'shiqqa bugun bular mazza qilib o'ynab olsin, kech payt bular oyog'iga to'p tegmaydi, nimani o'ynaydi?